kunduzlari ham charchoq bosib turadi. Kayfiyatlar buziladi. Asab sistemasiga sekin ta'sir qilib, ta'sirchan jizzaga bo'lib qoladi. Keyin kuchayib borgandan keyin boshqa belgilar yuzaga chiqadi. Buning albatta turlari ko'p. Bunga olib keluvchi omillar bor. Zamonaviy meditsinada buning sabablarini eng ko'p uchraydigan sabablar birinchi infeksiyaga bog'laydi. Viruslar, har xil viruslar, gripp masalan, gerpes, to'rchi infeksiyalar insonda bo'lishi bu immun sistema ta'sir qiladi deydi. Ikkinchi psixologik holatlar. Har xil stresslar, har xil tashqi ta'sirotdagi o'zgarishlar, bosimlar. Keyin uchinchisi ovqat sistema bilan bog'liq holatlar. Keyin ekologik holatlar va shunga o'xshash bir necha omillar va sabablar ko'rsatiladi. Lekin biz buni albatta asl izini tabobat bilan bog'laymiz. Tabobat insonning mizoji bor ekan, o'sha mizojining o'zgarishi bilan ko'proq bog'laymiz. Insonning mizoji tabiiy tug'ma mizoji bor, orttirilgan mizoj bor. Tug'ma mizoj o'zgarib ketar ekan, insonda energiya o'zgarishi ham buziladi. Bizning tabobat kitoblarida insonda energiya bilan bog'liq ko'p holatlar o'rgatilgan. Zamonaviy meditsina ham buni ko'rsatyapti. Masalan, insonda arteriyaning uzunligi 40,000 kilometr. Yurakdan chiqqan aorta arteriya 40,000 kilometr yoki bunday qo'polcha qilsa ham yer sharini aylanadigan arteriya bor. Bu arteriya minutiga masalan o'rtacha 80 ta yoki 90 ta, 70 ta urib turadi. 1 minutda. 1 soatda qancha bo'ladi? Buning uchun insonda qancha energiya kerak? Nerv tomirimiz 500,000 kilometr. Bu yer sharini 12 marta aylanadi degani. Nerv yo'limizda ham energiya bor. Bu energiyani inson regulirovka qilib o'zini boshqarib turar ekan. Bu o'zgarish, energiya o'zgarishi insonda mukammal ishlamasa, bir-biriga ziyon qilsa, albatta charchoq sindromi kelib chiqadi. Bular nima boshqaradi desa, buni mizoj, insonning tabiiy mijozi. Inson tabiiy mizoji o'zgarib ketar ekan, bunda o'sha charchoq sindromi kelib chiqadi. Endi bir narsaga yana e'tibor berishimiz kerak. Inson hozir holatda taraqqiyot bo'layotgan ekan, taraqqiyot foydali tomoni ham bor, ziyoni ham tomoni ham bor. Foydali tomoni ishlarimiz yengillashdi, ko'p narsalar tezlashib ketdi, jadallashib ketdi. Lekin ziyon tomoni insonning biologik soatiga ta'sir qildi. Insonlar ming yillar davomida erta uxlab, erta turishgan. Hozir uyqu rejimi buzildi. Uyquni o'zini olsa, uyqu insonga kuchli dam berishi kerak. Biologik soatda masalan 9-10 dan keyin uxlagandan keyin ming yillar davomida shakllangan biologik soatimiz o'zgarib ketdi. Uyqu masalan yegan ovqatimizdan yoki suvdan ham ahamiyati ko'p. Masalan, inson 40 kun ovqat yemasdan yashashi mumkin. 4-5 kun, 7 kungacha suvsiz yashashi mumkin. Lekin uyqusizlik 2-3 kundan keyin insonga juda kuchli ta'sir qiladi minus tomonga. Shuning uchun uyqumuzni rejimga olib borishimiz kerak. Insonning mijoziga qarab issiq, quruq, sovuq bo'l holatiga qarab o'zining uyqu rejimini to'g'irlash kerak. Erta uxlab, erta turish bu insonlarga judayam energiyasini to'plashga yordam qiladi. Keyin hozir har xil internetlar, har xil qurilmalar insonda magnit maydoni ta'sir qilish, radio to'lqinlar ta'sir qilish, keyin apparatlar ham insonga ta'sir qilyapti. Masalan, uyda Wi-Fi bo'lishi suvlarni o'lik holatda olib kelishga ta'sir qilyapti. Mana tekshiruv natijalarida mana yapon olimlari, boshqa olimlar ko'ryapti. Wi-Fi bo'lgan uyda suvni ichida ionlar o'lib qolar ekan. O'lik suvga aylanib qolar ekan. Bu o'lik suv albatta tanamizga kirgandan keyin u minusga ishlaydi. Tosh paydo bo'ladi, ichkarida energiya kamayib ketadi, energiyani yutib boradi. O'sha holatlarda Wi-Fi'ni ham normada ishlatish kerak. Uxlaganda kechasi uni o'chirib qo'yish kerak. Kechasi bilan undan ta'sirida yotmaslik kerak. U faqat odamga ta'sir qiladi, balki ovqatlarimizga, suvlarimizga, atrofdagi har xil jismlarga ta'sir qiladi. Shuning uchun o'sha qurilmalardan,
Wi-Fi, telefon, internetlarni o'chirgan holatda o'zidan 3 metr uzoqlikda qo'yish kerak. Yotoqxonaga telefonni zaryadlamaslik kerak. Telefonni zaryadlaganimizda minus ionlar chiqadi. İyonlar ham juda ahamiyati ko'p. Hatto yerda masalan ionlash kamaysa, har xil mikroorganizmlarning so'rilishi buziladi. Keyingi holatimiz, charchoq sindromi olib keladigan holatlar, bu oshqozon ichak sistemasida har xil kasalliklar. Oshqozon ichak sistemasida biz ovqatimiz tabiiylikdan chiqib ketgandan keyin hazm buzilib ketyapti. Ya'ni har xil pestitsidlar, nitrat va nitritlar, selektiv ovqatlar, sintetik sun'iy ovqatlar. Bular oshqozon ichak sistemasiga albatta ta'sir qiladi. Masalan, misol keltirib aytaman, sun'iy shakarlar hamma joyga kirib ketdi. Pishiriqlarmi, novvotmi, shakarmi, bular sun'iy shakardan tayyorlangan ovqatlar bizning organizmimizdan uzoq bu. Tabiiy emas, notabiiy bo'lgandan keyin biz organizmimiz buni tanimay qoladi. So'rilishi kuchli bo'ladi. Buni natijasida organizmga albatta minus ta'sir qiladi. Mana yog'larimiz, har xil geksan va palma yog'lari, trans yog'lar qo'shish natijasida bular erish jarayoni buzilyapti. Trans yog'lar 41 gradusda erir ekan. Bizning tanamiz 37 gradus atrofida ishlaydi. Uni eritishga bizning energiyamiz yetmay qoladi. Bular aslida tomirlarda o'tirib, ateroskleroz, har xil yog' bilashkalar, giptozli paydo bo'lgandan keyin qon aylanishini kuchaytirish ham insonda charchoq sindromini kuchayishiga olib keladi. Shuningdek, oshqozon ichak sistemasida keyin boshqa genetik modifikatsiya bo'lgan ovqatlar, har xil genetik o'zgartirilgan ovqatlar ham ta'siri kuchli bo'ladi. Keyingisi ovqatlarni talab ortish va noto'g'ri yeyish. Ovqatlar masalan yog'li ovqat yeb, ustidan shirinlik yeyverish yo shirinlik yeb, ustidan yog'li ovqat yeyish ham oshqozon ichak sistemasiga ta'sir qiladi. Oshqozon bu juda mukammal ishlaydigan jarayon. Bir vaqtning o'zida 2000 talab reaksiya ketadi. Bu reaksiyani buzish natijasida oshqozonda ovqat tayyorlanishi buziladi. Oshqozonda ionlanish buziladi. Oshqozonda aktivlanish buziladi. Aminokislota parchalanishi buziladi. Bu o'lik barmoqli ichak kelganda ishqor muhit bilan nitrlanishga bu jarayon buziladi. Bu jarayon buzilishi esa har xil vitaminlar so'rilishiga ta'sir qiladi. Masalan, vitamin D yog'li muhitda bo'lishi kerak. Yog' tashqidan quyosh tushishi kerak, ichakdan ham so'rilishi kerak. Hatto tabletkasidan ham so'rilmasi mumkin. Yog' bo'lishi vitamin D, vitamin A, yog'li vitaminlarga juda ta'sir qiladi. Bunda ishqoliy muhitning juda kuchli ahamiyati bor. Bu oshqozon ichak sistemasida o't kasalligida disbakterioz bo'lishi yoki operatsiyadan keyin holatlar, ichakda dam bo'lish, bular hammasi insonni charchoq sindromining ziyoda bo'lishiga olib keladi. O'zi bitta to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasa ham qisman ta'siri bor. Ko'proq ta'siri bor deb hisoblaymiz oshqozon ichak sistemasining. Keyin siydik sistemasi va endokrin sistema ham bunga ta'sir qiladi. Masalan, qalqon simi bezi kasalliklari, o'zidan yod, har xil qalqon simi bezining gipofiz va qalqon simi bezining noto'g'ri ishlashi, buyrak usti bezining buzilishlari kasallari, har xil gormonlar noto'g'ri qabul ham bu sistema buzilishida natijasida asta-sekinlik bilan surunkali charchoq sindromiga olib keladi. Keyin insonlarda bo'ladigan har xil autoimmun kasalliklar, revmatizm, keyin terining autoimmun kasallari va organizmda boshqa autoimmun kasalliklar ham charchoq sindromiga olib kelishi mumkin. Keyingi holat insonda bo'ladigan kamqonliklar. Kamqonlik endi sababi ko'p, temir yetishmasligi yoki bo'lmasa qon yo'qotish, keyin boshqa sabablar tufayli kelib chiqadigan kamqonlar, aplastik kamqonlik ham bu surunkali charchoq sindromiga olib kelishi mumkin. Endi bular to'g'risida albatta juda ko'p gapirish mumkin. Vaqtimiz chegaralangani uchun qisqa qilishga harakat qilaman. Inson o'zining mizojini birinchi o'rinda bilishi kerak. Tug'ma mizojini bilib, keyin o'shanga yarasha yashash kerak. Masalan, issiq mijozli odam issiq ovqat, kuchli ovqat yeyish kerak. Sovuq mijozli odam mutalli qisman sovuqroq yeyish kerak. Albatta buni yoz va qishga ahamiyati bor. Fasllarning ham ahamiyati bor. Masalan, quruq odamlar quruqroq ovqat yeydi. Ho'l odamlar ko'proq suvli ichishi kerak. Masalan, hammaga
suv ichishni buyurib tashlashimiz kerak emas. Quruq odam suvni xohlamas kerak. Insonning o'zini xohishidan kelib chiqib suv ichish kerak. Majburlab 2 litr, 1,5 litr suv ichish kerak emas. Keyin suvning tarkibiga ham qarash kerak. Suv ham o'lik suv, tirik suv deganda aktivlangan suvlar bor. O'shalarga ham e'tibor berish insonning e'tibor bermaslik surunkali charchoq sindromi kelishiga olib keladi. Endi bu surunkali charchoq sindromi endi turlari ko'p ekan. Buning davolari ham albatta ko'p bo'ladi. Bunga endi nima dorilar buyuramiz desak, tabiiy ovqatlardan quvvatlovchi ovqatlar, energiyani oshiruvchi ovqatlar. Umumiy aytyapman, albatta mizojga qaraymiz. Mizojga qaraladi, lekin umumiy ovqatlar bor. Masalan, har kuni bodom yeyish, kunjut yeb turish, qo'y go'shtlarini yeyish, keyin keyin yog'lardan zaytun yog'i, kunjut yog'larini iste'mol qilish. Keyin jismoniy harakatlarni har kuni rejimda qilish. Masalan, 5000 qadamdan 7000 qadamgacha yurish. Yurishda ham albatta uni e'tibor beradigan joyi 1 minutda 110 qadam, 120 qadam yurish kerak. 1 minutda masalan 60 qadam, 50 qadam yursa, u foydasi juda kam bo'ladi. Keyin har xil gimnastikalar, zaryadkalar qilish, ertalabki toza havoda yurish. Keyin asab sistemasini buzmasdan uyqularni o'z vaqtida to'g'irlash, stresslardan ehtiyotli bo'lish. Keyin inson hech bo'lmasa bir 2 soat, 3 soatda 10 minut, 5 minut o'zi xoli qolish. Xoli o'tirib, tafakkur qilib o'tirish. Kechalar qorong'i xonalarda, qorong'ida ko'zni ochilgan holatda 15 minut, 20 minut turish. Bu ham asab tinchlanishga olib keladi. Endi bu kasallik turiga qarab giyohlar berish mumkin. Masalan, immun sistemasi buzilgan bo'lsa, exinatsiya buyuramiz. Exinatsiya. Keyin charchoq sindromiga tilla tomir, radiola degan giyohimiz bor. Bu aptekalardan ham topiladi. Topilmasa o'zingiz ham topib berishingiz mumkin. Keyin jenshin bor, jenshin. Ayniqsa qizil jenshin. Keyin kofe ichish, asalli choy ichish, no'xatlar yeyish. Bular ham charchoq sindromiga yaxshi foyda qiladi. Eng asosiy an'analardan bittasi aytganimizdek gimnastika, uyquni vaqtida uxlash, erta uxlab, erta turish, ertalabki gimnastikalar, keyin to'g'ri ovqatlanish, ustmas ovqatlanmaslik, asab sistemani to'g'irlash bu surunkali charchoq sindromining tezroq ketishiga foyda qiladi. Keyin qo'shimcha kasallik bo'lsa, masalan, qalqon suyak bezi kasalligi, oshqozon osti bezi kasalligi, yo buyrak usti bezi kasalligi, gipofiz bezi kasallarini mutaxassisga uchrab aniqlatib, buni ham muolaja qilish kerak. Kamqonlik bo'lsa, buni to'g'irlatish kerak. Vitamin Dni, vitamin B12ni o'lchatib ko'rish kerak. Rux, bularni albatta analiz qilib turib, qonning o'ychanligini kilogramm qilib turish ham buni sababiga yana yordam qiladi qo'shimcha. Keyin yana tavsiya qilamiz, yiliga 20 kundan 40 kungacha quyoshda chiniqish, qorayish, qumlarga tushish, sanatoriyalarga borish, tabiat qo'ynida tog'larga, dengizlarga borib sayr qilish, safar qilish ham charchoq sindromiga ketishga juda ham yordam qiladi. Bizda aytadiki, sen deydi o'zingning sog'lig'ing uchun xudbin bo'lgin deydi. Xudbin. O'zining sog'lig'ini o'ylagan odam, o'zini hurmat qilgan odam albatta yaxshi bo'ladi, sog'lom bo'ladi, umri uzoq bo'ladi. Agar shu bilan qisqacha qilib aytmoqchiman, albatta bu juda katta mavzu, ko'p gapirishimiz mumkin. Savollar bo'lsa, javob berishga o'tamiz. Rahmat do'st. Hozirgi kunda mana shu demak klinikada judayam ko'plab giyohlarni, ko'plab demak damlamalarni o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Judayam foydali bo'lyapti. Mana kelayotgan insonlarga judayam foydali bo'lyapti. Endi buni eshituvchilar orasida demak shunaqangi sindromga, demak charchoq muammosiga duch kelgan insonlar bor. Ularga qanday yechimlar berishimiz mumkin? Qanday giyohlar bor? Yoki bo'lmasa uy sharoitida qanday nimalardan foydalanish mumkin? Ko'p holatda demak bularga qanday yechimlar bera olamiz do'st? Bu to'g'risida hozir qisqacha aytib ketdim. Endi
kofe, qora kofe ichish, tabiiy kofe ichishimiz kerak, kofe. Bunga tabiiy shakar solishimiz kerak. Keyin giyohlardan mana exinatsiya, jenshin, tilla tomir, keyin sachratqining ildizini kofe qilib ichish, keyin gulxayrning ildizini choy qilib ichish. Bular giyoh tomonidan foyda qiladigan tomonlari. Ya'ni surunkali charchoq sindromini ketkazadi. Endi insonda agar kamqonlik bo'lsa, namatak, keyin qizilcha, o'shanga o'shalarni yeb turish ham bularni quvvatlaydi kamqonlik. Kasallik sababini topish kerak. Masalan, o't kasali bo'lsa, o't yo'lida dimlanish bo'lsa, yo oshqozonda bo'lsa, bunga barguzub, o'lmas o't, Makkaning popugi, totim, zirk, keyin dolchin, zarchavalarni choy qilib ichishni tavsiya qilamiz. Albatta, baribir mutaxassis maslahat qilib ichsa yaxshi bo'ladi. Judayam yaxshi. Zo'r ma'lumotlar bo'lyapti. Wi-Fi haqidagi ma'lumotni to'g'risini aytadigan bo'lsam, hozir men o'zim eshitdim. Bu menga ma'lumot, yangi ma'lumot bo'ldi. Shuning uchun demak, ko'plab insonlarga mana shu Wi-Fidan judayam yiroqroq bo'lishni maslahat berish kerak ekan. Tushunarli. Bu efirdan oldin biz telefon bilan aloqaga kirishdik. Wi-Fi meni uyimda yo'q dedilar ustoz. Shuning uchun demak, bilgan insonni, o'zi amal qiladigan insondan o'rganish judayam manfaatli bo'ladi. Xo'p, demak bu joyda mana shu demak Shifo klubdan kirgan insonlar bor. Aynan bu Shifo klubdan kanalidan kirmagan insonlar, yangi kirgan insonlar ham bor. Aynan mizoj bo'yicha judayam kam ma'lumotga, judayam ma'lumoti kam, lekin eshitgan ko'cha-ko'ydan sovuq mizoj, issiq mijoz deb eshitgan. Shu haqida qisqacha so'rashyapti ustoz. Qisqacha bilaman, judayam ko'p katta mavzu. Bu mavzu bo'yicha Shifo klubda ham ko'plab ma'ruzalar o'qigansiz, amaliyotda ham ko'rsatib bergansiz. Demak, qisqacha tushuntirib berishni so'rashyapti ustoz. Mizoj bo'yicha. Bu judayam ahamiyatlimi o'zi? Kerakmi bu narsa degan narsani? Ya'ni qisqacha tushuntirib bera olasizmi? Endi albatta qisqacha tushuntirish qiyinroq, lekin harakat qilaman. Mizoj endi insonda energiya, quvvatning ishlash jarayoni, bunda unsurlar bilan bog'liq. Unsurlar, demak, to'proq, suv, havo, olovning bir-biriga nisbatan energiyasining organizmda ko'p kamligi qarab mizoj yuzaga chiqadi. Mizoj tug'ma bo'ladi, ota-onadan o'tgan, avlodga o'tgan mizoj bo'ladi. Bu mizoj insonda 30-35 yoshga o'tgandan keyin tug'masiga o'rin almashib qoladi yoki ba'zida holatlarda yoshligiga ham o'zgarib qolishi mumkin. O'sha tug'ma mizojni inson bir umr davomida saqlab borsa, albatta sog'lom bo'ladi. Bunda quruqlik, ho'llik, issiqlik, sovuqlik bu birgalikda keladi. Masalan, sovuq quruq, sovuq ho'l bo'lishi mumkin, issiq quruq, issiq ho'l bo'lishi mumkin. Buni 4 ga bo'lamiz nisbiy. Lekin bularning darajalari bor. Chuqurlashib ketsa, masalan, albatta 4 ta daraja bo'linadi. Ya'ni 16 ga bo'linib ketadi. Bular yana kombinirованный bo'ladi. Buni belgilari bor va leksiyalarimizda aytganmiz. Buni yana qo'yib bersangiz, bular qo'shimcha ma'lumot bo'ladi deb o'ylayman. Judayam yaxshi. Rahmat. Men hozir guruhga yozib qo'ydim. So'zni bilmasligidan kasalliklar ko'p degan jumlani yozib qo'ydim. Menimcha adashmadim. To'g'rimi? Mizojni bilmasligimizdan hozirgi kunda ko'p. Ya'ni noto'g'ri hayot tarzini boshimizdan o'tkazyapmiz. Mizojimizni bilmaymiz, mizojimizga xos taomlanmaymiz, xos ovqatlanmaymiz, hayot tarzimizni o'tkazmasligimizdan demak, bizni mizojimiz buzilganidan kasalliklar kelib chiqadi. Shunaqami ustoz? Shunday mizoj insonda bo'ladigan ichki a'zolar, mushak sistemi hammasini ijrochi sifatida boradi. Hazm, siydik ajratish, yurak, qon tomir, asab sistemasini ijrochi sifatida bajaradigan holat va mizoj sistemasi, ya'ni ruhiy holat. Ben aytganimdek, insonda energiya yuribdi-ku. Masalan, bitta hujayrada mitokondriya degan narsa bor, energiya ishlab chiqaradigan. 10 tadan 100 tadan 10 mingtagacha bo'ladi. Har bir hujayra o'zidan energiya beradi. Insonning hujayrasi kuniga 1 milliard o'lsa 33 yilda yangilanadi. Shuncha ko'p hujayramiz bor. Har bittasida energiya ishlab chiqargan mitokondriyalar bor. Va aytganimizdek,
arteriya qon tomiri, vena qon tomiri, nerv qon tomirlarini energiya bilan to'lg'izib turadigan o'sha energiya manbai. Bu hammasini bizning mijozimiz boshqaradi, mizojimiz boshqaradi. Yurak urishi-yu, siydik ajratishi hammasini mizojning ahamiyati ijrochi sifatida katta. Xo'p, bu kanalda demak yana boya aytib o'tganimizdek, bu mizojni qanday aniqlash bo'yicha jadvalni ham bepulga tashlab qo'yamiz. Hurmatli do'stlar, o'zi bu demak ma'lumotlar to'g'risini aytadigan bo'lsak, boshqa demak o'rgatuvchilar juda ham katta summalarda o'rgatishadi. Bu ma'lumotlarni bepulga tashlab qo'yiladi. Faqat foydalanishlarini iltimos qilamiz. O'rganinglar, chunki keyingi mavzularni tushunishda, ustozni tushunishda bu judayam katta qo'l keladi ma'lumotlar. Jadvallarni tashlab qo'yiladi, ya'ni o'zini jadvallari bor. O'zingizni demak qanday mizojga ega ekanligingizni u jadvallarni demak ko'rib o'rganishingiz mumkin, bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi demak savol berishyapti. Do'st, koronavirusdan keyin tez charchaydigan bo'lib qolganman. Nima davo qilsa bo'ladi deb savol beryaptilar. Abu Abdulloh ismli profil egasi. Bizlarga Boz oshqozonga bo'linib ta'sir qilib, ketyapti. qand Boz miqdorini bo'linib oshirib yubordi. ketyapti. Koronavirus o'zi bu autoimmun kasallik hisoblanadi. Virus bo'lgani bilan, boya aytganimdek, charchoq sindromida hozir virusning ahamiyati ko'p ekan. Bu endi ko'p yil bo'lib ketgan. Albatta bu hozir immun sistemani tekshirtirish kerak. Hozir qon analizlarida immun sistema miqdorini bilish kerak. Keyin uyqu rejimini to'g'irlash kerak. Keyin quvvatlovchi ovqatlar yeyish kerak. O'zini mizojini bilish uchun to'g'ri ovqatlanish kerak. Sport kerak. Kuniga hech bo'lmasa 1,5 soat, 2 soat sport qilsa, 3 oyda inshaalloh charchoq sindromi ketadi. Uyquni rejimini to'g'irlash kerak. Telefonda kamroq o'tirish kerak, internetda kamroq o'tirish kerak. Erta uxlab, erta turish kerak va shu sport, to'g'ri ovqatlanish. Inshaalloh 3 oyda natija bo'ladi. Judayam yaxshi. Savollarni beramiz, hurmatli do'stlar. Qanaqa savolinglar bo'ladigan bo'lsa, yozinglar, faqat iltimos qilamiz, mavzuga doir bo'lsin. Mavzuga doir bo'lsin. Qanaqa savolinglar bor? Marhamat, yozinglar. Demak, yozishyapti ustoz bu yoqda. Ustoz, buzilgan mizojda sizni praktikangizda bemor parhez qilib qancha vaqtda asl mizojiga qaytgan deb savol beryaptilar. Endi buzilgan mizoj bu vaqtga qaraladi. Vaqt masalan 1 oy, 2 oy, 1 yil bo'lsa, bir 15 kun, 20 kunda qaytishi mumkin. Agar cho'zilib ketsa, yillardan o'tib, ko'p yillar o'tib ketgan bo'lsa, unga 6 oy, 1 yillar vaqt ketib qoladi. Keyin yoshiga ham bog'liq, jinsiga ham bog'liq. Masalan, qancha 20 yoshli, 18 yoshli erkak ayollarda tez qaytadi. Masalan, 70 yoshli odamlarda yo 65 yoshda bo'lsa, unga uzoqroq muddat ketishi mumkin. Xo'p, demak, savol berishyapti. Yuzdagi dog'lar ko'payishi tanada qaysi xilt ko'paygani hisobiga bo'ladi deb yozyaptilar, lekin mavzuga doir emas. Savol bermaganinglar uchun shu mavzuni, demak, savolni berishga majbur bo'lyapman. O'zimizni mavzuga doir savollar bo'lsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Ko'plab insonlarga manfaatli bo'lardi. Marhamat. Bu savolga endi qisqacha javob beramiz. Yuzdagi dog'lar qora bo'lsa, endi albatta oshqozon ichak sistemiga bog'liq bo'ladi. Savdo xiltining o'zgarishi deb hisoblaymiz. Bu bemorimiz qora narsa yemas kerak. Masalan, baqlajon, simishka, qora shokolad yemaslik kerak. Ko'rinish kerak. Oshqozon ichakda ich qotmaslik kerak. E'tibor berish kerak. Mijozni aniqlatib, savdo xiltida o'zgarish bo'lsa, o'shanga qarab muolaja qilsa, inshaalloh tez yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat. Hurmatli do'stlar, shu narsani inobatga olinglarki, bu demak ma'lumotlar umumiy qilib aytyaptilar. Shu narsani inobatga olinglar. O'zlari bilan uchrashib ko'rsalar, boshqacha konsultatsiya bo'ladi. Chunki men o'z ko'zim bilan ko'ryapman, konsultatsiya umuman boshqacha bo'lyapti. O'sha
u holatni kim, demak, muvozanatlar buzilib ketgan bo'lsa, hiltlarni yoki mizojlarni yoki nima bo'ladigan bo'lsa, uni baribir mutaxassis ko'rishi kerak ekan. Bunga man amin bo'ldim. Muammo juda katta muammoyingiz bo'ladigan bo'lsa, albatta bizda mentalitet jihatdan muammo juda kuchli bo'lganda biz demak doktorga boramiz-ku. Agar juda kuchli bo'ladigan bo'lsa, og'riqli bo'ladigan bo'lsa, boringlar, ko'rininglar, tavsiya beraman. Xo'p, keyingi savol. Marhamat. Ustoz, assalomu alaykum. Stress doimiy charchoqqa sabab bo'ladimi deb savol beryaptilar. Dilbar Ismoilovna. Hmm. Alaykum assalom. Stress bu charchoq qiluvchi omillarning turi hisoblanadi. Biz stresslarning turi ko'p. Masalan, bizda 2 minutdan 10 minutgacha stressda yurishi 8 soat ishlaganning quvvatini yo'qotadi. Yoki bo'lmasam, gormon sistemani agar 1 soat stress bo'lsa, 15 kunga gormon sistemani buzadi. Kortizol, uni antagonistlar o'zgarishi 15 kungacha endokrin sistemada o'zgarish bo'lib, qaytib oladi. 1 soat stress bo'lishi. Agar har kuni surunkali stress bo'lishi, uni uzoq muddatda endokrin sistemada, quvvat sistemasida o'zgarishga olib keladi va boshqa organik kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun stressdan ehtiyot bo'lamiz. Ichki xotirjamlikka erishamiz. Menga nima deymiz? Ana shu juda ham foydali deb hisoblayman. Juda ham yaxshi. Xo'p, assalomu alaykum. Uyquga to'ymaslik, holsizlik davosi deb aytyaptilar. Bu demak bunga menimcha endi kirdilar menimcha jonli efirga. Shu haqda savol berishyapti. Uyquga to'ymaslik davosi deb savol beryaptilar, ustoz. Bu uyqu to'ymaslik shu surunkali charchoq sindromi-ku. O'sha boshida aytib ketdik. Shuni yana videoni qo'yib bersangiz qayta eshitib ko'rar inshaalloh. Yaxshi. Demak, zapis bo'lyapti. Alohida yozadigan bo'lsangiz, zapisni tashlab beramiz. Shu savol egasiga taalluqli. Xo'p. Ustoz, sababsiz ba'zan havoga ham boshim og'riyveradi. Nevropatologlardan shifo topolmayapman. Analizlarim yaxshi chiqadi. Buni sababi nima bo'lishi mumkin deb savol beryaptilar. Dildora ismli profil egasi. Endi havo bosim o'zgarganda ham, magnitni maydon o'zgarganda ham ba'zi sezgirlik baland bo'ladi. Endi oxirgi o'zimizning tadqiqotlarimiz natijasida ko'ryapmiz, Toshkent havosida ozgina o'zgarish PM2,5 miqdorining ancha balandligi insonda allergik jarayonlarni o'zgartiryapti, qon tomirlarida har xil vaskulitlar beryapti. Balkim shundan bo'lishi mumkin. Keyin nevrologik nerv sistemasida bo'lishi mumkin. Uchinchisi, soch ildizlarida ham shamollash bo'lsa shunday bo'ladi. Soch ildizini massaj qilsa, issiq qo'ysa yaxshi bo'lsa, demak sochlar qimirlatgan ortida soch ildizi shamollagan bo'ladi. Buni endi turlari ko'p. Konsultatsiyaga maslahat kelsa, aniq tashxis qo'yib, unga muolaja buyurardik inshaalloh. Demak, 80 yoshli odam 12-14 soat uxlasa ziyoni yo'qmi deb savol beryaptilar. 80 yoshli odam bu organizm yosh bolaga o'xshab qoladi. Masalan, tug'ilgan chaqaloqlar 19-20 soat uxlaydi, 22 soatgacha uxlashi mumkin. Bu normal holat. Bola kattaversa, soati ham kamayib ketaveradi. Inson yoshi kattayganda teskari tomon ketadi. Xuddi yosh bolaga o'xshab, bular uyqusi 12-14 soat uxlash bularga mizoji ho'l bo'lsa, normal holat hisoblanadi. Ho'l Rahmat. mijozli odamlar, ya'ni balg'am va qon mijozli odamlar ko'proq uxlashi kerak. Zo'r javob bo'ldi. Xo'p, bo'g'im og'rig'ida, revmatizm kasalliklarida sportni o'rni qanday deb savol beryaptilar. Revmatizmning darajalari bor. Keyin regressiya, boyagi qo'zg'alib turgan payti bor, tinch turgan davri bor. Qo'zg'alib temperatura qilib turganda, og'riq kuchayganda, bo'g'imlashib turganda, buni sport bilan shug'ullanishda juda ham cheklangan holatda mumkin. Qilmay turish kerak. Yaxshi bo'lgan holatda kasal darajasiga qarab tavsiya qilamiz. Sport albatta kerak.
Ho'p, hurmatli do'stlar, mizoj bo'yicha to'g'risini aytadigan bo'lsak, juda chuqurroq kirib o'rganaman deydigan bo'lsangiz, mana shu ustozimizni demak kitoblari ham bor. Agar kitob olib o'qib, o'rganib, bu a'lo nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Yozadigan bo'lsangiz, bizni chiqarib yuborishimiz ham mumkin kitobni. Demak, lichkaga alohida yozsangiz, uni hammasini sizga tushuntiramiz. Alohida agar shug'ullanaman, o'rganaman degan bo'lsangiz, yana yangiligimiz shuki, yaqin kunlarda Roshidiy metodda aynan tabobatni sevuvchilar, hayot tarzini to'g'irlash niyatida o'rganuvchilar uchun alohida paket tashkillashtirilyapti. Aynan mizoj, xilq unsurlarini sodda tarzda tushuntiriladi. Onlayn tarzda bo'ladi bu. Yopiq Telegram kanalga o'tib o'rganishingiz mumkin. Bu demak yangilik edi. Yangiliklarimiz hali ko'plab bo'ladi, Xudo xohlasa. Boshqa savollar ham kelyapti. Lekin bir narsani inobatga olishingizni iltimos qilardik. Ustozimiz mana mavzu bo'yicha savol tushdi. Surunkali uyqusizlik 70 yoshli insonda mizoj buzilishidanmi yoki miyaning mizoji buzilganidanmi deb savol beryaptilar. Savolni yana qaytarib bering. Surunkali uyqusizlik 70 yoshli insonda bo'lyapti ekan. Demak, mizoj buzilishidanmi bu holat yoki miyaning mizoji buzilganidanmi deb savol beryaptilar. Endi bu agar insonni miyasidan bo'lsa, bu uyqu kam bo'lsa ham bu dam olib turadi. 2 soat, 1 soat uxlasa ham o'sha odamda charchash bo'lmasa, demak charchash sindromi emas. Agar umumiy holatda bo'lsa, uyqusizlikdan keyin charchoq bo'ladi, charchoq. Masalan, yoshi kattalarga 2 soat uyquni ham mijozi quruq bo'lsa, norma hisoblaymiz. Endi baribir o'ziga ko'rib maslahat bersa yaxshi bo'ladi. Buni bu bilan diagnoz qo'yish qiyin bo'ladida. Shunda ozgina. Umumiy ma'lumotlar kamda hozir. Endi albatta umumiy savol beryaptilar, umumiy javob beryaptilar ustozimiz ham. Lekin bir narsani albatta boya aytganimizdek inobatga olishingiz to'g'ri keladi. Konsultatsiyada ko'p narsa aniq bo'ladi. Konsultatsiyaga borishingizdan tavsiya beraman agar juda ham muammoli vaziyat bo'ladigan bo'lsa. Bu yerda demak mana shu umumiy savollarga iloji boricha endi umumiy javob olib turasizlar. Xo'p, yaxshi agar to'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumot olardik. Hurmatli do'stlar, savollar bo'ladigan bo'lsa, mavzuga doir yozishinglar mumkin, tezroq. Vaqtimiz chegaralangan. Marhamat. Demak, boshqa savollar mana yozishyapti, hozir 1 daqiqa. Demak, yangiliklarimiz Roshidiy metodda inshaalloh harakatdamiz. Ko'plab yangiliklar bo'lyapti. Demak, tabobat olamida, integrativ tibbiyot olamida juda ham katta yangiliklar bo'lyapti. Bu yerda endi qiziquvchilar o'qish masalasida, o'zini kasbini rivojlantirish masalasida ham kirayotgan insonlar bor. Aynan bemorlardan tashqari ularga ham juda ham katta yangiliklarimiz bor. Bemorlar bo'ladigan bo'lsa, demak, borib konsultatsiyaga uchrashib, o'zingizni bir ko'rikdan o'tkazsangiz, umumiy ma'lumotlar emas, aniq sizga doir ma'lumotlarni, sizdagi muammolardan kelib chiqib, sizga aniq konkret yetimlarni beradilar. Xo'p, demak, qanday kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin deb savol beryaptilar. Surunkali charchoq agar davolanmasa, e'tibor berilmasa deyaptilar ustoz. Surunkali charchoq sindromi bu aytganimizdek bu gruppaga bo'linadi. Endi ilgari doktorlarimiz nevroz, psixoz, har xil asab kasallar deb hisoblangan. Hozir surunkali charchoq sindromi deyapti. Buni o'z vaqtida davolamasa insonda umumiy organizmda tez qarish olib keladi. Gormon sistemi chuqurlashib ketadi. Keyin bo'g'im kasallarga ham olib kelishi mumkin. Keyin asta-asta ba'zi turlarda endokrin buzilish natijasida qandli diabetga olib kelishi mumkin. Qandli diabeti o'zi charchoq sindromiga olib kelishi mumkin. Teskari anavda bo'ladi. O'sha uchun o'z vaqtida davolanish kerak. Bu
surunkali charchoq sindromi kasallik deb hisoblaganman, lekin aslida bu kasallar majmuasi. O'zi bitta kasallik kirmaydi, bir necha holatlar kiradi. O'sha uchun boya bunaqa bu savolimiz sal aniqroq berilgan. Eee, aniq yuzga yuz javob berish qiyin bo'lgan javob beramiz. Bu chunki umumiy ma'noda kasallik, umumiy majmua kasallar majmuasi. Judayam yaxshi. Demak, bu mana shu mavzu bo'yicha yechimlarni berdilar. Qanday, nimalardan kelib chiqishligini aytildi va yechimlarni agar demak yodingizda bo'lmaydigan bo'lsa, bu bo'yicha demak e, efirimiz zapis bo'lyapti, saqlanyapti. Bu kimga kerak bo'ladigan bo'lsa tashlab beriladi, o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Giyohlarni ham mana qanday demak hayot tarzini olib borish kerakligi bo'yicha ham yaxshi ma'lumotlarni berdilar. Xo'p, boshqa bu mavzu bo'yicha juda ko'plab yana savollar bor, lekin yana bundan tashqari yana boshqa mavzular bo'yicha savollarni ham beryaptilar. Bu hali vaqtimiz chegaralanganligi uchun sizlardan e, demak xafa bo'lmasligingizni iltimos qilamiz. Keyingi mavzularni biz aprosnik, ya'ni savol tarzida tashlayapmiz gruppaga. Qaysi kasalliklar bo'yicha sizda muammolar bo'ladigan bo'lsa, uni tanlasangiz jonli efirlarni ko'paytiramiz. Jonli efirlarni ko'paytiramiz. Demak, ifni ko'paytiramiz. Rahmat aytamiz, ustoz, ajratgan vaqtingiz uchun. Demak, berilgan ma'lumotlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, yana ham eshitmoqchi bo'ladigan bo'lsa, endi kirgan demak insonlar uchun alohida tashlab beriladi. Demak, Rahmat, hamma boshqa sog' salomat demak bo'lsin. savollar, Xo'p. boshqa savollarni aytyapman, yana tashlashyapti. Iltimos qilamiz, xafa bo'lmaysizlar. Chunki vaqtimiz chegaralangan. Rahmat. Ustoz, rahmat aytaman. Xo'p, rahmat. Eshituvchilarga ham rahmat aytamiz. Salomat bo'linglar, sog' salomat bo'linglar.